Kuzatuvchilar, bugun 3-sentyabr 2025-yil issiqxonamizga Syngenta kompaniyasining yangi Starway bodring dro'gaylari ekilgan. Bu gibridda ekkan dehqon bilan shu gibridlarimiz haqida ikki og'iz suhbatlashamiz. Assalomu alaykum rahmatulloh aka. Va alaykum assalom. Hormang, charchamayapsizmi? Charchab yo'q. Rahmatulloh aka, shu gibrid haqida ikki og'iz dehqonlarga agrotexnikasi va yutug'i kamchiliklari haqida ma'lumot berib yuborsangiz yaxshi bo'lardi. Starway Syngenta kompaniyasining Starway bodring'i kalta bodring hisoblanadi. Buni biz ekkanmiz 10-avgust kuni ko'chatga ekkanmiz. Bu 21 kunda pishdi, ya'ni 31-oy oxiri 31-da pishgan edi. Hali termadik, chunki mana shu bodringni bunaqasini ko'rish uchun aslida 21 kunda pishdi. Oladigan bo'lsak, mana shu bodringni ko'radigan bo'lsak, mana hozir shu yerdan ko'rinib turibdi. Mana hozir pastki qismini o'zida mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, 5, 6 tasi ushlagan. Mana 7, 8 ketyapti, 9, 10. Undan keyin buni pastki tomonlari bitta-bittadan solsa, tepa tomonlari mana ko'p, buketga o'xshab soladi. Hosilni ko'p berar ekan tepa tomon. Barg plastinkalari katta buni, barg plastingasi katta. Mana shu katta bo'lgani ham bizga katta foyda beradi. Sababi mana yerdagi namni ushlab turishga ancha ushlab turishga katta yordam beradi, baylan kattaligi. Keyin undan keyin mevalarni ham oftobdan himoya qila oladi. Undan keyin buni o'sishi past haroratga mo'ljallaganimiz, mana bunda atapiy yoqilmaydi, boshqa qilinmaydi. Ertaning harorati tushib ketadi. O'sha past haroratdan bu o'zini yaxshi ko'rsata olar ekan. Kecha misol uchun ozgina shudring tushgan bo'lsa, u shudring bo'lsa ham buni orqa tomonlarida mana ko'rib turibsiz, kalodespiroz, bunaqa degan kasalliklar ko'rinmayapti. Ilis sistemasi ham yaxshi. Mana bitta ko'ramiz, mana ko'radigan bo'lsak, mana bitta endi uzmaganmiz, buni pishganiga ancha bo'ldi. Mana hosillari ham juda yaxshi, o'ziga yarasha bunaqa ko'rsatib turibdi. Birinchi buni haroratga pastligi, ilis sistemasi yaxshi bo'lganligi uchun bu bodringni tanlab ekdik. Ya'ni mana har bitta tupini ko'rgan bo'lsak, mana bundan ko'rsak, mana bunda ham mana hosildorligi ko'rishingiz mumkin. Mana hosildorligi. Mana hammasi ketyapti, mana solib ketyapti. Mana shu yerda hozir 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bor. 7, 8 ta. Bu tomoni ham soladi, xudo xolasa. Past tomoni demak bittadan tepalarga ko'proq solar ekan. O'shanga qarab tonnani ko'proq olishimiz mumkin. Bundan buyon nima qilishimiz kerak? Bundan buyon tonnaga ishlashimiz kerak. Bodringlarni, pomidorlardan tonna, ya'ni ko'proq hosil olish uchun o'sha navlarni ekishimiz kerak bo'ladi. Bozorda ham mana ertaga supermarketlarga terib chiqaramiz, yaqinda magazinlarga ham ancha yaxshi olsa kerak. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu sochlarni mana. Mana ko'radigan bo'lsak, go pastdan boshlab multifruit deymiz, to'g'rimi? Multifruit. Mana savat hammasi mana bitta bo'g'imda ko'p savat, demak shu multifruit kiradi mana. Bittalab mana pastida soladi faqatgina bittalar mashgacha. Bundan buyog'i keyin ko'p soladi mana. Bundan buyog'i. Mana endi bodring endi hozir kaltaroq, mana razmeri normalniy bozorbob, lekin bu o'sha tepaga chiqqan sari ozgina sal uzunroq bo'lishi ham mumkin bo'ladi. Keyin bunda biz erkak gullarni ko'rmayapmiz, erkak gullarni. Hamma tomonlar qaytgan bo'lsak, yaxshi narsalarni beryapti. Mana vaqtdan mana bu tupni ham ko'rishimiz mumkin mana. Mana bularda ham yaxshi ketyapti tepa tomonlari mana. Demak, kasalliklarga chidamligi, ilis sistemasining baquvvatligi bodring menga hozir juda yoqyapti mana. Mana ko'radigan bo'lsak, hamda tonna berishga menimcha yaxshi. Hali bunga oziqa berganimiz yo'q. Bu bodringga hali oziqa berganimiz yo'q. Endi oziqa berishni boshlaymiz. Mana teramiz, keyin oziqa berishni boshlaymiz. Hali bu o'sha yer kuchi bilan bu o'zi ketyapti. O'sishlari ham, boshqa naqa ishlar ham yer kuchi bilan o'zi ketyapti. Yaxshi bodring degan. Bo'ldi. Rahmat. Salomat bo'ling. Bo'ldi, boshqa video qilamiz va bu boshqacha bo'ladi.